Assalomu alaykum. Men 8-sonli maktabning huquq fani o'qituvchisi Azimova Azizaman. Hozirda siz bilan fikr yuritadigan asarimiz, ya'ni kitobimiz O'lmas Umarbekovning qalamiga mansub bo'lgan Yoz yomg'iri asaridir. Inson hayotda yashar ekan turli xil umr yo'llariga, chalkash taqdirlarga duch keladi. Shunday chalkash taqdirlardan biri Rahim Saidovning hayot yo'lidir. Inson borki, o'z taqdirini, baxtini boshqa bir inson siymosida ko'rishni istaydi va ko'rishga intiladi ham. U juda ham ilmli, ziyoli, akademik olim bo'lishiga qaramasdan bir qizga ko'ngil qo'ydi. Rahim Saidovning xarakteriga, zid xarakterga ega bo'lgan ayol bilan munosabat qurish juda ham xavfli edi. Shunday ham bo'ldi. U ayol tufayli Rahim Saidovning hayotiga turli xil tashvishlar, urush janjallar kirib keldi. Kunlardan bir kuni uning hayotida mudhish bir jinoyat sodir bo'ldi, ya'ni qotillik. Rahim Saidovning xotini hayotdan erta vafot etdi. Kim bilsin, agar mazkur fojia yuz bermaganda Rahim Saidov o'z ayolini o'zi o'ylaganchalik to'kis bila olarmidi? Ayol vafot etdi, biroq kim o'ldirdi, nima uchun o'ldirdi? Asarda kim haq? Buni bilish uchun avvalo asarni o'qib chiqish kerak. O'lmas Umarbekov tomonidan yozilgan bu asar insonni muhabbat ko'chalariga sayr qildiradigan, voqealar maromi insonni o'ylantiradigan, qotilni harchand topishga urinilmasin, topish yo'llari insonni chalkashtiradigan detektiv asarlardan biri hisoblanadi. Asarda izlanishlar, militsiya xodimlari va izquvarlar tomonidan olib borilgan qidiruvlar juda mahorat bilan to'qib chiqarilgan. Asar so'ngida jinoyatchilarning yuzlari, asl basharalari mahorat bilan yozuvchi tomonidan ochib berilgan. Mazkur asarni barcha kitobsevar o'quvchilarga, kitobxon ustozlarga tavsiya qilaman.